Hammaga salom do'stlar. Bugungi videorolikimizda Minecraft ikkinchi qism do'stlar. Kechqurun ekan. Esinglarda bo'lsa bu kartaning birinchi qismi ham bor edi. YouTube'ga qo'ygan edim. Ko'rganlar ko'rgan, ko'rmaganlar o'zi ko'rgan. Endi bu videoning ikkinchi qismini olishni boshladim. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Xo'sh. Ertalabdan tongdan mana chiqib kelamiz mana bu yerdan. Sal bo'shliqroq joyga borib olamiz-da. Xo'sh, bu yerda mana bunaqa narsa yotibdi ekan-ku. Set. Nima keragi bor menga bunaqa narsalarni? Mana bu yerdan versagimni olaman. Bu yerdan bitta kiyim yasayman. Bu yerdan bitta chelak yasab olaman. Bo'ldi. Mana buni kiyib olaman. Terilik anaqam bor. Endi mana bu yerda chelagim bor. Endi chelakka suv to'ldirib olamiz. Mana bu yerda suv bo'lish kerak edi. Boya ko'rdim suv borligini. Ha, bor. Ha, aniq mana bu yerda bor. To'xtangizda. Host. Ha, tungi rejim yonar ekan. Mana endi yaxshilashdi. Ana. Sizlar ham sal xiraroq ko'ryapsizlar. To'g'riladimda. La'natim ol, to'xta. Mana bu yerga eshak sikir. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Endi go'shtlarimizni endi mana bu yerda mana bu yerda suv bor ekan, suvni olamiz, to'ldiramiz. Endi mana bu yoqqa qarab ketamiz endi, chunki biz videoning boshida mana shu yoqdan kelayotgandik. Mana shu yerda to'xtab qoldik. Endi o'yinni davom ettiramiz. Cho'chqa qandaysan? Yaxshimisan? Oy. Robot dedi, bir dona tushdi, 3 dan tushgan qanjaqcha. Mayli. Boshga tushgan shu deyiladi endi. Endi mana shu yoqqa qarab yugurib ketaveramiz. Chunki bu yerda hozir biomalar juda ham ko'p, lava ham bor ekan. Mana bu yerda biz hozirda o'zida netherga sursak bo'ladi. Speedrunchasiga portal quramizmi? Yo'q, hozir netherga borishga erta. Bizda hattoki aslaha ham yo'q. Nima deyapman? Jonga tegdi-ku bu xato gapirishim. O'sh, astalik bilan mana bu yerlarda yurib aylanib turganimda mana bu yerda imkon chiqib qoladi-da. Mana shunaqada imkon chiqib, zanapizlar chiqaradi. Bilmasdan tushib ketib qolsanglar, o'lib ketsak, kim javob beradi? Minecraft javob bermaydi, chunki uni Minecraft adminlari kuzatib turadi. Aytgancha hozir men video olayotgan Minecraft adminlari kuzatmayapti ekan. Kuzatayotgan bo'lsa, mayli, videoga olishga ruxsat berib qo'yganligini hisobga olsak, mana bu yerlarda nimadir bormi? Bu xato gapirishimdan YouTube'dan menga qanaqadir avtorlik huquqlari uch kelmasa bo'ldi basharamga qarab. Hayajonlanib ketyapman sizlarning oldinglarda. Shuning uchun xato gapirib yuboryapman. Uzrasizlar. Yana bu xato gapirarkan, bu to'g'mi ekan deb anaqa qilmanglar. Men prosta sizlarning yoningizda anaqa hajolat bo'lib qolyapman. Shuning uchun xato gapirib yuboryapman. Hamma ham bro endigina YouTube'ga qo'shilganda hayajon bosadi-ku, to'g'rimi? Meni ham hayajon bosyapti. Saylik bilan 8 ta go'shim bor yana. Bu agar mana bu 12 ta go'shim tugab qolsa, bu 8 tani pishirib olamiz. Yana yo'lda yana mol-pol chiqib qolsa, 8 tani ham ko'paytirib olamiz. Xo'sh, do'stlar, sizlar ham mana shunaqa sassiq biomalarda yurganmisiz? Men yomon jonga tegar ekan mana shu sassiq biomalar. To'xtanglar. Yo. Ha, to'g'ri ketyapmiz. Mana bu yerga tushib uchib bo'lgan. Yaxshi. Bro, marta hali jonim ketmadi. Temir. Mana shunaqa joylardan temir chiqib qolsa yo'qadi-da. Bitta ekan-ku, faqat mayli 2 ta temirim bor, yana 3 ta qolib bir bola yetsa bo'larman, lekin 3 taga faqat chelak yetsa bo'ladi. 4 ta bo'lsa, 5 ta bo'lsa bitta boshqa yemasa bo'lardi. Shu yerlarda yana temir bormikan? Mayli, yuraveraylikchi. Qo'ziqorin orolidaman-ku. Qo'ziqorin orolida, cho'chqa, piglin. Lekin bu piglin emas, cho'chqa, oddiy cho'chqa. To'ng'izcha. Qanday qilib cho'chqani boshida olmosli bosh kiyim bor? Hayronman.
Darajam, meni darajam, bu meni darajam deydi-ku. Ish tezroq mana bu yerlardan ham o'tib ketib, voy, ko'mir topdim. Endi men hamma ko'mirlarni kavlab yuraman, chunki bizga videoning juda ham ko'p qismlarida kerak bo'ladi ko'mir. Ko'mirdan ko'mir ferma, ko'mir bir balolar quramiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar, bu videolarning davomini ko'rishingiz uchun. O'tgan videoga like bosgan ekansiz. 500 ta like bosgandan keyin bu videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman degandim. Sizlar esa 1000 ta like berasizlar. Kattakon rahmat. Desam ishonmanglar. Hali hech kim like bosgani yo'q. Bu video hali YouTube'ga qo'yilmadi. Shuning uchun hozir mana shu videoni olib bo'lgandan keyin bu videoni YouTube'ga qo'yaman. Albatta mana shu video YouTube'ga qo'yilgandan keyin bu videoni ham uning orqasidan qo'yaman. Sizlar meni hali obuna bo'lmagansiz ham meni videoyimga. Hattoki kanalimga kirib bu video qo'yibdi qani bir ko'raylikchi, yangi odam ekan deb kirib qo'yganingiz ham yo'q. Shuning hisobiga mayli deb chiqarib yubordim. Sizlardan 500 ta like talab qilinganida mayli. Qachondir yig'ilib qolar deb kutdim. 3 kungina, 4 kungina kutganimda yig'ilmabdi. Mayli deb chiqarib yuborib qoldim. Mayli, hech narsa qilmaydi. Qachondir yig'ilib qolar, balki 10 tadir, balki 20 tadir yig'ilib qolsa ham zo'r bo'lardi. Mayli, bosdik. O'shanda maqsadga o'tsak, mana bu sigirlarni o'ldirib olishim kerak. 3 ta sigir bor ekan, yaxshi. Bitta qo'y bor ekan. 11 ta go'sht, yaxshi. Mana bu yerda qornim ochib ketibdi mana. Yaxshi, qornim ham to'yapti, ham ovqat olyapman. Agar qornim juda ham och qolib ketsa, men orqasidan bitta sigirni o'ldiraman. Mana Oy, to'xta la'natini bolasi, la'nat og'zingga chichay, to'xta. Yana ikkita go'sht chiqdi. Oy, bitta ishton yasasam bo'ladi endi men. Ishton mega duper ishton ana. Ishton yasab bo'ldim. Hozir juda yaxshi emasmiz-ku, lekin bo'ladi. O'rtajamiz. Juda endi kuchayib ketmadi-ku, qo'rqib ketdim. Gravi tushib ketdi. Voy, Joker tuzog'i, aniqmi? Yo'q, Joker tuzog'i ekan. Bildim. Meni busroq kelaylikchi, Joker. Gravi tushdi. Yana gravi tushdi. Joker tuzog'i demayman. Bu Joker tuzog'i bunaqa bo'lmaydi. Birinchi jon ketishi. Meni biron marta ham jonim ketmagan. Mana endi ketdi. Bu menga ruhiy zarba bo'ldi. Nimaga jonim ketdi? Nimaga jonim ketdi? Jonim ketib qoldi desam ishonmanglar. Do'stlar, hozir biz u qilib bu qilib temirasliqqa yoqqanimizgacha juda ham ko'p vaqt ketar ekan. Shuni hisoblab qo'ydim. To'xtangizlar-da hozir. Hozir buton sezim qani. Nima? Buton sezim topolmayapman. Mana kattalashdi mana belli. Endi nima qilsak bo'ladi? Yuribmiz-da endi daydiga o'xshab, divonaga o'xshab deydi-ku. Yuraman daydim, hammasiga javob beraman. Bunday qilib terasa bo'lardi-da. Voy, itdan tarqagan. Ikkita naqadar sabab bordim. Turmachi, endi nima qilamiz buni? Balki kerak bo'lar. Ana uni ko'ryapsizlarmi? O'z chizib ko'rsatib beraman. O'lib turib. Bo'lmadi. Mana shuni ko'ryapsizlarmi? Qanday bu narsa? Nima bu? Qanday uchib turibdi bu? Qanday? Tugmachilar mana bu oyoqcha massaj bo'ldi. Qani buni yoniga boraylikchi.
Hozir yana ko'rmaganlar uchun yana bir marta ko'rsatib beraman. Mana ko'ribsizlarmi? Kattagina strika qilib qo'ydim. Ko'rmaganlar uchun ko'rsatdim endi. Nimadir qilib boshqa joyga qarab qolgan bo'lsa, ko'rmagan bo'lsa ko'rsatib qo'ydim. Lekin g'alati ekan ana shu narsa. Havoda o'zi uchib turibdi, demak u yerda nimadir bor. Tarararam, kechqurun tushyapti. Tarararam. Xo'raman tovuqqa, itdan tarqagan bolasi yo'q, qo'rqib ketdim, itdan tarqagan. Qanjiq. Uxla. 3 marta uxlashni bosdim ularga. Uxla bo'lmas ekan. Nimaga uxlab bo'lmaydi? Nimaga toshib ketdi hozir? Haliyam uxlab bo'lmas ekan-ku. Kechqurun tushdi-ku. Kun botadi bular. Uxlayver. Buni solamiz. Endi bos deganda bu yerdan qochamiz. Qochmaymiz. Yuramiz, lekin ana shu hozir havoda uchib turgan narsaga hayron bo'ldim. Nimaga havoda uchib turar ekan? Yo'q, mana daraxt chiroyliligini qaranglar. O'l, xunuk ekan. Shu. La'natini bolasi. Bu yerlar nimcha qiyin. Sal ochiqroq joy yo'qmi? Mol bor ekan. Yana bitta mol bor ekan. 20 ta go'sht, normalno. To'xta, la'natini bolasidan tarqagan, to'xta. La'natini bolasidan tarqagan, seni yo'lim adashtirib qo'yaman hozir. La'natini bolasi. Qayoqdan keldim? Qayoqqa ketyapman endi? Voy, og'zingga chichay senlarda. Go'shtni mana bularni tiqib qo'yamiz tepaga. Nitoda. Ishga to'g'ri ketyapmiz, yo'q, boshqa yoqlarga ketyapman. Pamparosat mana to'g'ri ketyapman ekan-ku. Ochiqlik bor ekan yerlarda. Tayga biyomim. Hozir sizlarga yana yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yaman tayga biyomini. Tayga biyomi nimaligini bilmasangiz siz qalang. Hozir ko'rsataman tayga biyomini ko'rmayotganlar uchun. Mana. Ye. Voy, og'zingga chichay. Nima chiqib ketdi? Yuzdan chiqib ketdi bolalar. Bilmay qoldim. Mayli endi nima qilamiz? Tuzaldiganni bosib turib, tayga biyom mana shu. Tayga biyomga yetib kelibsam mayli. Do'stlar, videoni tugatadigan vaqtim ham kelib qopti. Hammalarga xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Jonkalarim. Jonkalarim sizlarda. Hammaga xayr.